Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonim, alhamdulillah yana bir ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik qadrdonim. Allohga beadad shukr. Xo'p, bo'zchi belboqqa yalchimaydigan degan maqolni buzdik. Xullas, o'z uyimda mana shu ijodni bitkazdik qadrdon. To'g'risi hammaga havas qilardik. Ana biz ham orzuyimizga yetishdik xullas. Vaqt topib bitkazdik inshaalloh. Joyimiz, xo'p, mana shu tushgan narsa 5 metrga, bu yo'q 6 metr mana shu yergacha. Agar sizda ham shunaqa joy bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mana shu holatda bitkazib beramiz inshaalloh. Gullari bilan, yana svetlari bilan e'tibor berib qo'yasizlar. Svetlarni o'rnatib ozgina mehnat qildik. Ozgina ter to'kdik xullas. Shu holatda qadrdon. Xo'p, yana bir zo'r fishka. Qozonlarimiz, samovarimiz 100 litrlik, yana bir zo'r fishka. Yer tandir plus mangal plus buni mana olib tashlab turib, o't yoqqan paytda qozon qo'yib pishirsa ham bo'ladi. Xullas, o'choq, tandir, mangal. Va non xullas. Qadrdon, mana shu holatda mana. Tandirlarni ham tepalarini mozaikalar qilib bitkazdik xullas. Tandirimizni zo'rnigi, zontigi, xullas tunika zontik o'rnatdik. Sababi g'ishli qilishga jichchagina joyimiz sig'madi. Tunika zonti qilib o'rnatdik. Xullas, tunikachi ukamizga ham rahmat. Xullas, necha martalab yoqildi mana, inshaalloh umuman qo'raygani yo'q. Go'zal. Keyin mana bu xullas 4 metrga 2 metr rabochiy stolimiz. Bo'ldi, ertaga inshaalloh marakalarda qozon, kosalarni terib, to'g'rab, archib, xullas mehmonlarni kuzatamiz. Xo'p, xullas qadrdon, nomerlarni yozib ketaman, bemalol aloqaga chiqib, iyul oyiga lesiga zakaz olyapmiz. Bemalol o'zingizni o'rningizni bron qiling, zaklab tashlab qo'ying, inshaalloh borib go'zal qilib bitkazib beramiz. Xo'p, bitta sinov janoli o'tkazib olamizda. Xo'p, ikkita qozonga yoqqanmiz. 60 hamda 100 litrlikka. Mayda qozon qo'ymadik, sababi bizda gaz bor, Allohga shukr. Kichkina qozon o'rnab qo'yamiz, kichkina qozonda pishirilaveradi. Qolganlari asosan marakaga ishlaydi. Xo'p, torchlari shamolga qarshi oqiljonning tutuni. Go'zal. Super pilisos o'choq xullas. Yana mo'riga e'tibor berib qo'yasizlar, mo'rlarimiz yo'q. Bitta o'sha mangalning orqasida hammasi. Shu holatda qadrdon, yonmaganiga ham o'ta go'zal tortib turibdi. Keyingisi Mashallah. O'ta ajoyib. Keyingisi bitta tutib ko'ring. Burabo kirib ketyapti-ku. Yonmaganiga shunday mangalga tutamiz. Mangal torchini ko'ramiz endi. Mangalga yonmagan hech nima yoqmaganmiz. Shunchaki mana qadrdon. Xullas, go'zal bo'lib, umuman hidi chiqmaydigan bo'lib tortib turibdi. Tandirchiga tashlab qo'ying kartonda. Xo'p, qadrdonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh panohiga bo'ling. Xo'p, niyat qiling, Allohdan so'rang. Inshaalloh siznikiga ham boraylik. Mana shunday go'zal qilib bitkazib beraylik.
Vaqtingizga rozi bo'ling. Xo'p, siznikida ko'rishaylik. Rahmat, sog' bo'ling.